Assalomu alaykum azizdaki, tuzumsiz. Kechadan beri qusyapman-ku, shokolad yegim kelyapti. Kecha tortmadagi puldan hozir olib shokolad dastavka qilmoqchi edim, maylimi yesam? Ovqat ham yemayapman, shikillatib-de. Bo'ldi, rahmat. Voy mazza, hozir hammasini mazza qilaman, o'zim o'ylagandek mazza. Kelin poshsha? Voyjon, Menga qarang kelin poshsha. Bu shokoladlarni qayerdan bekitib olib keltirdingiz? bekitmas hoyjon. Yegiz kelgan ekan, nima menga aytmadingiz? Eringizni boshini aylantirib, o'g'limni asabini buzib. Qani olingchi menga. Oling bu yoqqa. So'ramasdan nima ish qilyapsiz? Olib keling. Men buni hozir ochib hamma bilan yeymiz. Men buni qudalarga qo'yaman. Tushundingizmi? So'ramasdan ish qilmang bundan. O'g'ri tomoqmisiz? O'g'ri tomoq deydi sizdagilar, bekitib yeydiganlarni. Voy, yegim keldi, shu shtoatdi. Nima yegim keladi, olib kelib berishingiz kerak. Bekorga ishtaha qilmaydi. Turib tomdan taraja tushganda shoptoli deb qoladi, toping shoptoli. Ichimizda shoptolni zo'rchasini olib kelib bering o'shanga. Degani, o'sha bolaga nima vitamin kerak bo'lsa, Xudo shuni ishtaha qiladi. Onani zo'r boqish kerak. Ba'da siz bola ko'rdim banki, uyda ona makron yeb o'tirib. Makronda nima quvvat bor? O'sha oshingni xotiningga edi, 300 mingni, 300 minglik qo'y go'shtini olib kelib, qo'rdoq qilib, kastrulni yoniga qo'yib qo'y boshiga.